Tasavvur qiling 2000-yillar va siz 4 yoshdasiz. Shimoliy Koreya va Xitoy chegarasiga yaqin joydagi kichkina bolalar bog'chasidasiz. Atrofingizdagi bolalar bilan birga buyuk rahbar haqida qo'shiq aytyapsiz. O'qituvchi sizga Kim Ir Senning rasmini chizishni buyurganida uni tabassumini biroz kichkina qilib qo'ydingiz. O'qituvchi buni ko'rib qolib, qo'lingizni o'lchagich bilan 2 marta qattiq uradi. Qo'lingizga iz qoldiradigan darajada. U sizga yana shunday deydi: buyuk yo'lboshchining tabassumi tog'dan tog'gacha yetib boradi. Siz esa 4 yoshdasiz va sizga yig'lash ham mumkin emas, chunki bu yerda yig'lash zaiflik hisoblanadi. Zaif oilalar esa yo'qolib ketadi. Bu sizning omon qolish bo'yicha birinchi sabog'ingiz edi. Shimoliy Koreyada fikrlaringiz ham sizni o'ldirishi mumkinligini bilgan birinchi kuningiz. Uyingizdagi portret ham hamma narsani kuzatib turgandek tuyuladi. Kim Ir Senning, keyin esa Kim Chen Irning rasmi yonma-yon turadi va toza silliq mato bilan har kuni artiladi. Buni kim qiladi? Albatta onangiz. Ular har kuni ertalab titroq qo'llari bilan rasmni to'g'irlaydi, chunki inspektorlar kutilmaganda kelishadi va qiyshiq turgan portret ham oilangizni qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Siz maktabga bormasingizdan oldin davlat sizning kim bo'lishingizni belgilaydi. Sizning bobongiz Janubiy Koreya uchun jang qilgan bo'lsa, bunga siz va yana sizning 2 avlodingiz javob beradi va siz harbiy bo'lishga loyiq emassiz. Maktab 6 yoshdan boshlanadi. Har kuni ertalab portretlar oldida 3 marta ta'zim qilib shunday deysiz: Rahmat buyuk lider Kim Ir Sen. Rahmat oliy rahbar Kim Chen Ir. Siz 7 yoshdasiz va bu so'zlarni minglab marotaba aytgansiz. O'qituvchilar sizni muqaddas hikoyalarni yodlashga majbur qiladi. Ularning aytishicha, Kim Ir Sen tug'ilgan paytda Paektu tog'i ustida 2 ta kamalak paydo bo'lgan. U ob-havoni ham boshqara olgan va u shunchalik mukammal inson bo'lganki, hatto hojatxonaga ham muhtoj bo'lmagan. Tushlik payti esa sizga Makka jo'xori uni beriladi. Ammo u yetarli emas. Ba'zi bolalar ochlikdan zaiflashadi. Shanba kunlari esa ixtiyoriy mehnat. Siz 9 yoshdasiz. 6 soat davomida begona o'tlarni yulasiz. Atrofda karnaylardan doimiy ravishda har xil gaplar yangraydi. Qo'llaringiz qonasa ham shikoyat qila olmaysiz, chunki shikoyat qilish tanqid qilish demak. Tanqid qilish esa xiyonat. Xiyonat esa sizni 15-lagerga olib boradi. U yerda odamlar ko'mir konlarida o'lgunicha ishlatiladi va hukumat buni qayta tarbiyalash deb ataydi. Bir kuni maktab birdan to'xtaydi. Butun sinf shahar maydoniga olib chiqiladi. U yerda ommaviy sud jarayoni bo'lib o'tayotgandi. Bir erkak ko'chada tiz cho'kib turibdi. Qo'llari bog'langan, bo'ynidagi taxtachada shunday yozilgan: xoin. Uning aybi Janubiy Koreya filmlarini tomosha qilgani. 3 ta o'q ovozi yangraydi. Erkakning tanasi yerga quladi. Siz 9 yoshdasiz. O'qituvchilar sizni qarsak chalishga majbur qiladi. Kechasi esa odatdagidek elektr o'chadi. Ammo tashqaridagi karnaylar, ular hech qachon jim bo'lmaydi. Sizning bitta do'stingiz bor, uning ismi Jino. U ba'zida qorningiz och bo'lganida siz bilan kimchisini bo'lishadi. Bir kuni u sizga pichirlab aytadi: "Amakim Xitoyda yashaydi. U yerda ovqat juda ko'p." Siz darhol uning qo'lini mahkam ushlaysiz, atrofga qaraysiz va pichirlab aytasiz: "Buni hech qachon boshqa aytma. Chunki bu mamlakatda devorlarning ham quloqlari bor va bolalar ham bir-birlarini hukumatga sotishadi." 2 hafta o'tadi. Bir kuni Jin-oning oilasi birdan g'oyib bo'ladi. Siz hech qachon nima uchun deb so'ramaysiz. Har chorshanba oqshomida sizning oilangiz o'z-o'zini tanqid qilish uchun yig'ilishadi. Otangiz zavodda ishlayotib dangasalik qilayotganini, onangiz sizga yetarlicha inqilobiy ruh o'rgata olmayotganini tan oladi. Siz esa kecha portretga yetarlicha chuqur ta'zim qilmaganingizni aytasiz. Bu yig'ilishlar doimiy kuzatiladi. Aybdorlar jazolanadi. Siz 10 yoshdasiz. Siz bunday narsalarga tabassum qilishni o'rgandingiz. O'z fikrlaringizni yashirishni o'rgandingiz. Siz 13 yoshga kirganingizda bir kuni otangiz tasodifan davlat radiosini sozlamasini o'zgartirib, birdan boshqa joyga o'tkazib yuboradi. Bu Janubiy Koreya pop musiqasi edi. Otangizning yuzi oqarib ketadi. Qo'llari titrab, kanalni o'zgartira olmay radioni bolg'a bilan urib sindirib tashlaydi. Va biz hech narsani eshitmadik deydi u titrab. Ammo siz uni eshitgansiz va u ovoz quvonchga o'xshardi. Keyinchalik siz Xitoydan yashirincha olib kelingan USB-ni topasiz. U bo'sh batareya ichida yashirilgan. Uni olish uchun siz 1 haftalik ratsioningizni berasiz. O'sha kecha derazalar yopiq holda qo'shningizning yashirin DVD playerida Janubiy Koreya dramasini tomosha qilasiz. O'sha ko'rgan narsangiz sizni hayratga soladi. Osmono'par binolar, hamma joyda mashinalar, rang-barang kiyimdagi odamlar erkin yurishmoqda. Ular kulishadi. Ular nima yeyishni o'zlari tanlaydi. Bir ayol yigitiga ko'chada baqirib janjallashyapti va hech kim uni hibsga olmaydi, chunki u aybdor emas. Ko'chalaringizda har kuni aytilgan targ'ibot esa sizga boshqa narsani aytgan edi.
Janubiy Koreyada odamlar ochlikdan o'lyapti. Amerikaliklar kannibal va Kim Chen In dunyodagi eng hurmatli lider. Ammo agar bu rost bo'lsa, nega chegarani kesib o'tmoqchi bo'lganlarni otib tashlashadi? Axir hech kim dunyodagi eng zo'r mamlakatda majburan ushlab turilmaydi-ku. Demak, sizga o'rgatilgan hamma narsa yolg'on. 16 yoshga kirganingizda siz Sujin ismli qiz bilan tanishasiz. U Pxenyandan ko'chib kelgan. Bir kuni u pichirlab aytadi: "Mening amakivachcham Janubiy Koreyaga qochib ketdi." U yana shunday deydi: "Hozir erkin." Bu so'z sizni ichingizni tirnaydi. Erkin. Shundan keyin siz reja tuzishni boshlaysiz. Hatto ota-onangizga ham ayta olmaysiz, chunki ular sizni to'xtatishi mumkin yoki o'zlarini himoya qilish uchun sizni hukumatga topshirishi mumkin. Siz pul yig'a boshlaysiz. Sizga beriladigan ovqatni sotib bo'lsa ham. Sujin esa odamlarni chegaradan olib o'tadigan bir brokerni biladi. Narxi $3000. Siz 17 yoshdasiz. Agar qo'lga tushsangiz, bu 22-lager degani va u yerda odamlarni qiynashadi yoki noma'lum bir qabrga ko'mib yuborishadi. Ammo siz ozodlik tushunchasini sezganingizdan keyin bu yerda qolish ham shundan boshqa narsa emasligini bilasiz. Bu yerda qolish bu degani bir umrochlik, qo'rquv va yolg'on bilan yashash. Bu degani sizni insondan ham past ko'radigan diktatorlarga bir umr bog'lanib qolish. Yanvar oyi keladi. Yalu daryosi. U yer bemalol yurish mumkin bo'lgan darajada muzlaydi. Siz 18 yoshdasiz. Siz va Sujin daryo bo'yida cho'kkalab o'tiribsiz. Broker sizga ko'rsatma bergan. Qo'riqchilar smena almashtiradigan payt tungi soat 2 da o'ting. Tez harakat qiling, orqaga qaramang. Siz bilan Xitoy o'rtasida atiga 50 metrlik muz bor. Siz ota-onangiz haqida o'ylaysiz. Davlat xavfsizlik xizmati ularni qanday so'roq qilishini tasavvur qilasiz. Ularni urishadi, ularni ayblashadi, chunki siz qochsangiz, ular ham jazolanadi. Bularni o'ylab ichingiz siqiladi. Shu payt broker pichirlab aytadi: "Hozir." Siz yugura boshlaysiz. Oyoqlaringiz ostida muz qarsillab yoriladi va qichqiriqlar eshitiladi va birdan projektor chiroqlari sizga tushadi. Siz tezroq yugurishni boshlaysiz, chunki bu yerda to'xtash o'q degani. Sujin qoqilib ketadi. Siz uni ushlab olasiz, unga yordam berasiz va birdan o'q ovozlari yangraydi. Ammo siz to'xtamaysiz. Siz Xitoy tomonidagi qirg'oqqa urilasiz. Yuqoriga chiqasiz, keyin siz daraxtlar orasidasiz. Siz o'zingizga qayta-qayta pichirlaysiz: "Biz uddaladik, biz uddaladik, biz uddaladik." Broker sizni janub tomonga ketayotgan avtobusga olib boradi. 16 soat davomida siz shaharlar orqali harakat qilasiz. Bu shaharlarni siz faqat kontrabanda filmlarida ko'rgan edingiz. Keyin piyoda yo'l boshlanadi. 2 kun davomida o'rmon ichida yurish. Ovqat yo'q, suv juda oz. Oyoqlaringiz qavarib ketgan. Sujinning isitmasi ko'tariladi, ammo siz to'xtay olmaysiz. Broker aytadi: "Agar yashashni xohlasangiz, harakatda davom eting." Keyin siz Mekong daryosini kichkina qayiqda kesib o'tasiz. Tailand tomoniga o'tganingizda siz o'zingizni politsiyaga topshirasiz. Ular sizni hibsga olishadi. Noqonuniy immigrant. Sizni Bangkok qamoqxonasiga olib borishib, beton hujraga qamashadi. U yer issiq, nam va odamlar bilan to'la, ammo siz tiriksiz va hayotingizda birinchi marta hech kim sizni portretga ta'zim qilishga majbur qilmaydi. O'sha kamerada 4 hafta o'tirasiz. Sujinning isitmasi 5-kuni tushadi. U sizning qo'lingizni ushlab aytadi: "Biz uddaladik." Siz nima deyishni bilmaysiz, chunki siz hali bunga to'liq ishona olmaysiz. Faqat Seul elchixonasiga kelganingizda, oddiy bir eshik ortingizdan yopilganda siz tushunasiz. Elchixona xodimi sizga qarab aytadi: "Endi siz uyga ketasiz." Siz deyarli kulib yuborasiz. Uyga? Siz hech qachon uy degan narsaga ega bo'lmagansiz. Siz faqat devorda portret osilgan bir hujrada yashagansiz. Samolyot Seulga qo'nadi. Binolar osmonga yetgudek baland. Odamlar tez yurishadi. Har bir qo'lda telefon. Chiroqlar esa hech qachon o'chmaydi. Avval sizni Hannaun markaziga olib borishadi. Bu qochoqlar uchun moslashuv markazi. Siz u yerda 3 oy yashaysiz. Ular sizni so'roq qilishadi, o'qitishadi. Ular sizga erkinlikda yashashni o'rgatishadi. Bankomat ishlatishni, ishga ariza berishni, birov tinglayaptimi yo'qmi deb tekshirmasdan gapirishni. Ular sizga dahshatli tushlar uchun terapiya beradi. Ular sizga yana shuni o'rgatishadi: siz prezident saylash huquqiga egasiz va buning uchun hech kim sizni yo'q qilmaydi. Siz o'zingizni kasbingizni tanlashingiz mumkin, do'stlaringizni tanlashingiz mumkin, kelajagingizni tanlashingiz mumkin. Bularning hammasi fantastika kabi eshitiladi. Siz turadigan har qanday kvartirada suv bor, elektr bor va muzlatgich. Siz birinchi kuni muzlatgichni 10 marta ochib yopasiz, chunki u haqiqiy ekanligiga ishonch hosil qilmoqchisiz. Ammo eng qiyin lahza oziq-ovqat do'koni. Oziq-ovqat cheksiz qatorlari. 50 xil guruch, 100 xil tez tayyorlanadigan ovqatlar. Siz o'sha yerda qotib turasiz. Qo'llaringiz titraydi. Siz tanlay olmaysiz, chunki ular juda ko'p.
Bir ayol sizdan so'raydi: "Ahvolingiz yaxshimi?" Siz javob bera olmaysiz. Siz hech narsa sotib olmasdan chiqib ketasiz, chunki erkinlik siz o'ylagandan ham og'irroq. Siz 19 yoshdasiz. Do'konda ishlay olmaysiz. Mijozlar balandroq gapirsa, siz vahimaga tushasiz. Uxlayotganingizda eshik qulflarini 3 marta tekshirmasdan uxlay olmaysiz. Siz hamma narsa uchun kechirim so'rayverasiz, chunki Shimoliy Koreyada ayblanish o'lim demak edi. Bir kuni tungi soat 2 da Surjin qo'ng'iroq qiladi. U yig'layapti. Men ba'zan qaytib ketishni xohlayman deydi u. Siz uni koyiysiz. Ammo ichingizda tushunasiz. Siz tashqaridasiz, ammo siz hali ham to'liq erkin emassiz. Rejim hali ham sizning boshingiz ichida yashaydi. Siz brokerlar orqali ota-onangiz bilan bog'lanishga harakat qilasiz. Va sizga bir xabar keladi. Sizning otangiz sizni to'xtata olmagani uchun mehnat lageriga yuborilgan. Onangiz esa tog'larga surgun qilingan. Aybdorlik hissi har nafas olganingizda ko'ksingizni teshib o'tadi. Oradan 1 yil o'tib siz gapirishni boshlaysiz. Siz inson huquqlari tashkilotiga qo'shilasiz. Siz o'z hikoyangizni jurnalistlarga, siyosatchilarga, eshitishga tayyor bo'lgan har kimga aytasiz. Lagerlar haqida, qatl haqida, ochlik haqida, yolg'on haqida. Ba'zilar sizga ishonadi, ba'zilar esa sizni yolg'onchi deydi. Keyin tahdidlar boshlanadi. Xitoy raqamlaridan anonim xabarlar keladi. Sukut saqlab. Seulda yashayotgan qochqin birdan zaharlanadi. U kasalxonada vafot etadi. Kim qilganini hamma biladi. Bir kuni broker qo'ng'iroq qiladi. Uning ovozi jiddiy. U shunday deydi: "Ularda onangning suratlari bor. Gapirayotgan narsangga ehtiyot bo'l." Keyin aloqa uziladi. Ammo siz baribir gapirishda davom etasiz, chunki sukut ularning g'alabasi. Endi siz 23 yoshdasiz. Universitet auditoriyasida turibsiz. Oldingizda 200 ta talaba o'tiribdi. Ular fikr jinoyat hisoblangan dunyoni tasavvur ham qila olmaydi. Siz ularga oyoqlaringizdagi chandiqlarni ko'rsatasiz. Muzdan, o'rmondan, uzoq qochish yo'lidan. Va siz ularga jino haqida gapirasiz. Odamlar sizdan so'rashadi: "Shimoliy Koreyani sog'indingizmi?" Siz shunday javob berasiz: "Odamlarni? Yo'q, men oilamni sog'indim." Shu kechasi yana bir xabar keladi brokerdan. Lekin bu xabarni onangiz yozgan. Yaxshi yasha. Ikkimiz uchun yasha. Siz birinchi marta kelganingizdek ho'ngrab yig'lay boshlaysiz. Bu yig'lash qayg'udan emas, balki umuman boshqa narsadan. Siz ota-onangizni qutqara olmaysiz, lekin siz dunyoni ko'rishingiz mumkin. Siz ulardan farqli o'laroq gapira olasiz. Siz kurashasiz. Siz omon qolishingiz mumkin, chunki siz endi shunchaki qochqin emassiz. Siz 23 yoshdasiz. Siz 18 yilni qamoqda yurgandek o'tqizdingiz. Siz erkinlikka erishish uchun hamma narsani xavf ostiga qo'ydingiz va erkinlikka erishdingiz. Oilam, bizga erkinlik shunaqasiga berilgan. Balki moliyaviy taraflama qandaydir qiyinchiligimiz bordir, ammo buni mehnat orqali to'g'rilashimiz uchun bizga hech kim to'siq bo'la olmaydi. Biz erkinmiz, biz ozodmiz. Bunga shukr qilishimiz kerak.